Hammaga assalomu alaykum. Avvalambor mana biz bugun ro'zkataklarimizni bitish jarayoni sal kechga qolib ketdi. O'shalarni kech bo'lsa ham qo'yishga harakat qildik. Mana ro'zkataklarimiz ikki qator eshikni ochgandan shuna ko'rinib turibdi. Bu yerda o'rdaklarimiz plyonka bilan o'ralgan, aylantirib o'pirilgan. Endi bir boshdan olib ko'rsataman. Bu tepadagimiz pircha tovuq bo'ladi. Bular xo'rozlari. Bular xo'rozlar. Qaysi har qaysi katakda bittadan alohida 20 ta, katakda 20 ta xo'roz bor. Kimga shu xo'roz jujalaridan xo'rozlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ular hammasi juja bular. Ular qichqirgani yo'q. Endi ular biron marta homak bo'lgani yo'q. Shular hammasi sotiladi. Narxini telefondan gaplashib, kelishib qilaveramiz. Kimga ma'qul bo'lsa kelib ko'rishi mumkin. Har qaysi idishga mana suvlari bor, donlari bor. Hammasi yeyapti. Mana bu xo'roz. Keyin mana bu xo'roz. Mana bu xo'roz. Keyin mana shu xo'roz. 4 ta sotilmaydi. 4 ta sotilmaydi, qolgan hammasi sotiladi jujalari. 16 ta 20 ta hammasi sotiladi, faqat 4 tasi qoladi.